Qara, yovvoyi g'ozlar-ku. Ular biz tomonga o'tishyapti. Yo'lni bo'shatib qo'yish kerak. Nega ekan? Ular bo'shatsin. Qani olg'a. Voy, yo'q, to'xtashib ketamiz. Voy, qo'yil maqom. Haliyam tirikmanmi? Juda qo'rqib ketdim. Yur, ularga yetib olamiz, Martin. Ular bizni ko'rishdan xursand bo'ladi deb o'ylamayman. Deysan, axir ularni ko'rmading ham-ku. Men shunchaki shamoldan pana qilish uchun ko'zlarimni berkitib olgandim. Tezroq ularni ortdan ucha qol. Anavi g'oz qanotlaridan foydalanishni bilmas ekan. Qilmang. Salom, oliy toifali uchuvchi ekansizlar. Sizlardan yangicha harakatlarni o'rganishni istaymiz. O'zini nazarda tutyapti. Men unday niyatim yo'q. Hey, sizlar bilan birga uchsak maylimi? Bizni jamoada tartib birinchi o'rinda turadi. Birga uchmoqchi bo'lsangiz bir-biringizni hurmat qiling. Momuxonga yordam kerak. U yurishda qanotini qayirib olibdi. Endi sizlar tufayli to'xtashga majburmiz. Voy, qalaysizlar? Burgut! Voydot, Burgut! Nima? Burgut, qani? Qayerda? Qani, qayerda? Yolg'on ma'lumot. Burgut ko'rinmayapti. Qattiq qo'rqib ketdim. Nima balo? Hayotingda haqiqiy burgutni ko'rmaganmisan? Men u yirtqichlarni uzoqdan taniyman. Nima? Bu Gorgo. U o'zini g'oz deb o'ylaydi. Shunday bo'lgani ham tinch. Martin! Hey, bu senga. Nima bu? Buni shina deyishadi. Ha? Lat yegan qanotga bog'lasa, tezroq tuzalishga yordam beradi. Qanday yaxshi. Tuzukmisan? Nima bo'lyapti? Men ancha yaxshiman. Rahmat. Qanotning tonggacha asl holiga qaytadi. Faqat tunda yechma. Shu yerda tunaymizmi? Bu joylar xavfli emasmikan? Ha, mayli. Men shu yerda uxlayman. Tongda esa sizlar bilan bir umrga xayrlashamiz. Semizgina g'ozlarim, orom olinglar, uyg'onmanglar, uxlashda davom etinglar. Yordam beringlar. Kim bor? Nima bo'lyapti? Kim bor? Nima bo'lyapti? Nils, bahaybat turk kelibdi. Buzg'unchini qorni ochib qolibdi-da, yaramas. Mana. Menga qara, to'polonchi, balki o'z tenging bilan kurasharsan. Tenging bilan dedingmi? Ha? Qo'lga tushdingmi? Endi seni langarga bog'layman. Hamma safga tursin. Ular nima qilishyapti o'zi?
yetar. Hamma tinchlansin. Tulki qochdi. Hey, buzg'unchi tulkini qanday quvib yuborganimni ko'rdinglarmi? Oson kechdi bu. Qoyil. Voy! Momiqxon g'oyib bo'ldi. Uni tulki olib ketgan bo'lsa kerak. Endi nima bo'ladi? Momiqxonni yeb qo'ydi. Tasavvur qilib qo'rqib ketyapman. Bas qilinglar. Momiqxonni topib olib kelamiz. Heh, tulki o'zidan iz qoldiribdi. Kelinglar, yuqoridan kuzatamiz. Bizni yuqoridan kuzatib bo'lmaydi. Nima? Bu yerda kim boshliq o'zi? Havoda siz xo'jayin bo'la qoling, lekin bu sohilda buyruqni men beraman. Shunisi yaxshi. Nima? Ha, to'g'ri aytyapti. Sen qayerdan kelib qolding o'zi? Hevar keldim. Hay, ortingga qayt. Men sen bilan so'zlashyapman. Shoshma, Nils. Biz sen bilan. U to'g'ri aytyapti. Yerdagi ishlarga bizning tishimiz o'tmaydi. Yordam beringlar. Kim bor? Yordam beringlar. Yordam beringlar. Voy. Yangi uyingga kelding. Sevgan qanot, taomga yoqimsizdan beradi bilmaysanmi? Nahotki bundan xabaring bo'lmasa? Seni yeyish niyatim yo'q. Men sendan asir sifatida foydalanaman. Butun jamoangni qo'lga olib, so'ng tushlik qilaman. Afsusdaman, Ayka. Izlar shu yerda yakun topibdi. Sen qo'lingdan kelganini qilding, Mittivoy. Osmonga qaranglar, ana endi uchamiz. Gorgo, olg'a. Biz ham uchamiz. Yaxshi. Gorgo, Nils va men qirg'oqni ko'zdan kechiramiz. Qolganlar o'rmon ustidan uchib o'tishsin. Voy, ana u yerga qaranglar. Momiqxon, seni qutqaramiz. Ketinglar. Bu tuzoq. Ehtiyot bo'l. Mana buni gazak desa bo'ladi. Chigirtkaga o'xshab sakrashni bas qilsang-chi. Voy! Do'stlar, yordam beringlar. Voy! Qo'lingdan hech nima kelmaydi. Gorgo yordamga shoshar. Yetib keldik. Qutqaruvchidan o'rgildim. Unga tegina ko'rma. Sen menga buyruq berayapsanmi? Qari pati yulingan g'oz. Sendan mazali dimlama chiqadi. Yaqinroq kelsang, nima chiqishini ko'rsataman. Momiqxon, senmisan? Rahmat, xaloskorim. Gap sotishni bas qil. Bu safar nag'mang o'tmaydi. Ayka, uni atrofida aylan. Bolalar, uchamiz. Boshim aylanib ketdi. Ortiq chiday olmayman. Yo'q. Hujumga tayyorlan, Gorgo. Gorgo, qara, burgut. Nima? Burgut. Qani, qayerda? Qanday qilib? Qani. Qanotim og'rimayapti. Martin ustimga qulab tushganida u tuzalib qoldi. Tasodifan bo'lsa ham senga yordamim tekanidan xursandman. Ayka, ular biram yaxshiki, yana biroz muddat biz bilan qola qolishsin. Ular bilan yerdagi ishlarimiz oson bitar ekan. Bir shartim bor. Tartibga qat'iy rioya qilasizlar. Hech qanday tomosha ko'rsatmang. So'z beramiz, odobli bo'lamiz. Martin, olg'a, ketdik.
Nils! Janubdagi sarguzashtlar. Xianguay, Xitoydagi bu shaharga bo'lgan sayohatimiz kechagidek yodimda. Vah, nega Ayka bizga orqada uchishni buyurdi, hayronman. Bu juda zerkarli-ku. Ha, bir narsani o'yladim. Ularga tomoshamizni ko'rsatib qo'yamizmi? 10 bola g'ashni nazarda tutyapsanmi? Yuraman, oldinga uch. Asosiysi uchish vaqtida. Nils, axir aytgandim-ku, belim og'riyapti deb. Nils, Ana xolos. Ko'rdinglarmi? Shunday qilishni bilaman. voy har bitta patim og'riyapti. Axir men senga samolyot emas, qushman-ku. Kechir Martin, anchadan buyon o'sha harakatni amalga oshirgim keladi-da. Rahmat. Nils, bu qanday bedodlik? Men bo'lmaganimda bir tola soching ham qolmasdi. Menga ba'zan qarg'aga aylanib qoladigan bir g'ozni eslatyapsan. Bu chindan ham qarg'aga aylanganmi? Yo'q, Martin. Bu o'zboshimchalarga nisbatan qo'llaniladigan ibora. Bu odobsizlikka kiradi, tushunyapsanmi? Nils, yana qayerga g'oyib bo'ldi? Voy. Ha, bu Elif-ku. Ermon, biroz jasurroq bo'l. Kel yana bir bor sayr qilamiz. Qolgachdi-ku. Voy, qo'yib yubor, og'riyapti. Voy! Ko'rinishingdan odamga o'xshayapsan. Lekin bo'ybasting elflarnikidek. Aytchi, sen kimsan? Nils. Nima? Nils. Endi yaxshi. Men Nils Hogersonman. Men esa Linaman. Birovni bunday cho'chitish yaxshi emas, Nils. Meni qo'rqitib yubording. Seni qora elf deb o'yladim. Qora elf? Elflar orasida eng qo'rqinchlisi yovuz va xunuk bir elf. Juda qo'rqinchli. Voy. Bu yana nima? Martin, do'stginam. Qo'rqma, bu Martin. U pashshani ham xafa qilmaydi. Ha, bexosdan bosib olmasam albatta. Sen uni xizmatkorimisan? Xizmatkor? Yo'q, biz do'stmiz, do'st. Ha, Lina, men seni tutib oldim. Endi tilagimni bajo keltir. Tilak? Bunday narsani keksa elflardan so'ra. Masalan, meni buvamdan. U qayerda? Buvangni topib, havoda aylana harakatni amalga oshiramiz, bo'ptimi? Yo'q, menda bunday niyat yo'q. Buvang qayerda? Uni qora elf tutqunlikda saqlayapti. Tutqunlikda? Uni makonini izlayotgan edim. Qora elfni makoni nima? Uni nomini takrorlama. Ko'nglim behuzur bo'lyapti. Nima? Qora elf nima? Bechora Ermon. Qora elfni makoniga borish uchun anchagina chalkash yo'llardan yurdik. Izlayverib tinkamiz quridi. Afsus topa olmadik. Lina, buvangni birgalikda qutqaramiz. Bunga ishonching komilmi? Ha, bunda bizga yovvoyi g'ozlar yordam berishadi. Biz ularga minib olib, qora elfni makoniga boramiz va kirish yo'lini topamiz. Aslo yo'q. Qora elf haqida gaplashmaymiz ham. Lekin nega? G'arb shamolini o'tkazib yubormaslik uchun jamoa tongda barvaqt uyg'onishi lozim. Bordi-yu, uni o'tkazib yuborsak, sayohatimiz izdan chiqadi. Elflar uchun bunday tavakkal qila olmaymiz. Endi esa uxlashimiz zarur. Aytganishingiz xatarli. Xatarli? Qanchalik xatarli? Linani buvasi juda keksa elf ekan. U hatto qadimgi odamlarni ham ko'rgan. Yura qol. Lina, shoshma. Lina, qayt ortingga. Lina, to'xta. Bilgandim, g'ozlar faqat o'z foydalari haqida o'ylashadi. Tinchlan, men sen bilan boraman. U yerni birgalikda topamiz, bo'ptimi? Do'stlar, Nils va Martin so'zlarimga quloq solmay, qora elfni makoniga ketishdi. Ular elflar mojarosiga aralashyapti. Biz ularni topishimiz lozim. Qora elfni makoniga olib borishi mumkin bo'lgan yo'llarni birma-bir ko'zdan kechiramiz. Olg'a! Nils, ana uni qara.
Ishonching komilmi? Biz 6 ta kirish yo'lini tekshirdik. Yetdi. Men juda ham toliqdim. Aniq shu yer, Nils. Martin, bu safar qora elfning quvvatini his qilyapman. Voy! Menga bu joylar yoqmayapti. Balki ortga qaytarmiz, Nils. Men qo'rqyapman. Bas qil, Martin. So'z berdikmi, endi yordam beramiz. Men so'z bermagandim, shuni bilib qo'y. Mana shu uning yer osti olami. Anaqami? Sizlar u yerga tushmoqchimisizlar? Ha, sen esa shu yerda qolib kirish yo'lagini qo'riqlaysan, bo'ptimi? Yaxshi, men tayyorman. Joyimdan qimirlamayman. Bir qator bo'lib tizilinglar. Tayyormisizlar? Boshingizni eginglar. Ortimdan. Voy! Apokratus toshi. Qora elf yanada quvvatga ega bo'lishi uchun boshqalardan uni o'g'irlaydi. Ha, uning jamlanmasi chakka emas ekan. Lina, buvangning ko'rinishi qanday? U meni istagimni bajo keltira oladimi? Qarshilik qilishga bu tog'lar istagan harakatingga dosh bera oladi. Yaxshisi menga umrni uzaytiruvchi gulning urug'larini darrov topshirchi. Atanor, u bu yerda nima qilyapti? Shoshma, Atanor seni buvangmi? Meni u kishi aytirgan edi. Kim u? Lina, yuz qochinglar! Qoravoy, kutilmagan mehmonlarni qarshi ol. Qani Lina, o'zingni ko'rsat. Ularni qo'lga ol. Mana buni ol. Meni nayim. Yetar. Voy, Nahotki sen mana shu mavjudot yordamida Atnanorni qutqara olishingga ishonsang. mavjudot, siz menga murojaat qilyapsizmi, oliy tasqara? Quvvatimdan shubhalanishga haqqing yo'q. Bugun buvang menga umrni uzaytiruvchi urug'ni topshiradi. Hech qachon biz seni to'xtatamiz. Shunaqami? Buni qanday amalga oshirmoqchisizlar? Agar ular bir daqiqadan so'ng chiqishmasa, Aykaning yoniga boraman. Martin, o'zingni oqlash uchun nima demoqchisan? Nils va Lina daraxt ichida. Daraxtda nima qilishyapti? Daraxt emas, uning ichida. Bu ikki josusni qo'lga olinglar, ildizlarim. Men ularni qutqaraman. Gorgo, yordamga shoshil! Lina, yugur! Shu kichkina cho'pdan qo'rqadi deb o'ylaysanmi? Qoya. Ildizlar! Ajoyib, Lina. Sen buni uddalading. Rahmat, Nils. Yura qol, buvamni qutqaramiz. Rahmat bolajonlar. O yo'q, shoshilishimiz zarur. U kelyapti, bo'la qolinglar. Faqat menga emas. Buvajon! Lina, Yuringlar, bu yerdan tezroq ketaylik. shamol bizni olib chiqsin. Qoyil maqom, ketdik. Olg'a! Shoshmay turlaring. Hali o'chimni olaman senlardan. Hey, buvangni qutqardik, Lina. Lina, Sen bilan do'stlashishni istardim, lekin sen yovvoyi g'ozlar bilan uchib ketasan. Balki sen shu yerda qolib qora elfni yengarsan.
Unda o'zing biz bilan ucha qolgin. Nils, Bilasanmi? Ermin juda ham epchil jonivor. Yo'lda uchrashib qolishimiz mumkinmi, a? Chaqirsak, darrov kelaman. Yaxshi. Unda ishora o'ylab topishimiz zarur. Hey, mana bunga nima deysan, qara. Ajoyib. Meni kut. Bu ovozni eshitishim bilan yoningda paydo bo'laman. To'xtanglar. Menga qara yigitcha. Sen tufayli ilk bor tartibni buzdim. Nahotki bu shunchalik yomon bo'lsa? Bu dahshat. Qulay havo oqimlarini o'tkazib yuborishimiz mumkin. Menda tilak bor. Eshitaman bo'tam. Avvalgi ko'rinishingga qaytasanmi? Nils, o'n bola qochishni. Men keyingi bekatimizda paydo bo'lib qolishimizni istayman. Ishonching komilmi? Shunday bo'la qolsin. Atanor, parvozimizni qutqarib qolding. Sen bilan esa Nils keyin gaplashaman. Qani, hamma ortimdan. Ketdik. Uchamiz. Ko'rishguncha, Nils. Ko'rishguncha. Qayrina. Bilasanmi, Martin, sehrli shamol qulog'imga shivirladi. Xayolingga ham keltirma. Yo'q, yo'q.